Assalomu alaykum sportsmenlar. Mana biz yangi yo'ldayız. Zalimizni butkizdik. Zelin bozorida oldidagi Olimp Sport Fitness klubni pasti birinchi etaji. Kelaverasizlar. Bemalol mana universalniy bo'ldi. Bu yerda bokserskiy plashatkamiz. Bokserskiy misholar, ring, bokserskiy. Har bitta ustunga manaqa podushkalar qo'ydik. Stolno podushkalar. Tagiga tepadigan variantlarda qildik. Low pechinga ishlayveradi. Bularga keyin qo'shimcha yana kaplilar o'rnatdik. Hozirda mana matimiz, tagi mraminniy machalka, ustiga pokrival tentdan tortdik. Bunga bizni Golden Avtotent yordam berdi. Rahmat. Sizlar ham Golden Avtotentga обращаться qilaverasizlar. Tent masalasida misholarga. Hamma ustunda shunaqa variantda bo'lgan. Podushkalar, bu yerda 5x5 oktagonimiz, ringimiz. Bemalol atrobotga qilib MMA oktagonni чувствовать qilgani bemalol par ishlab. Chuchulalarimiz, midi simbollarimiz bo'ldi. Bu yerda kojinli chuchulalar. Katta veslarga, o'rtacha ves, kichkina veslarga tentli variantdagi chuchulalarimiz. Bu yerda brusasali misholar MMAga. Devorlarni полностью 2 metrda защита qildik. Страховка travma bo'lmas uchun aylantirib. Endi bokserskiy zonamizga rezink yotkaziladi. Обращаться qilaverasizlar Jalon Sportga. Качество выше уровень.